Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Bugun men sizlarga 14-bob chorrahalarda harakatlanish temasini onlayn ko'rib olishlaringiz uchun, dars qoldirgan talabalar uchun tushuntirib beracakman. Chorrahalar asosiy bir mavzumuz bo'lgani uchun buni muhokama qilishni men afzal bildim shuni. Xo'p, chorrahalar asosan ikki turga bo'linadi. Demak, e'tibor qilamiz, chorraha ikki turga bo'linadi. Birinchisi tartibga solingan chorrahalar, ikkinchisi tartibga solinmagan chorrahalar. Xo'p, tartibga solingan chorrahalarda umumiy ko'rib o'tamiz. Tartibga solingan chorrahalarda tartibga soluvchi yoki svetofor ishoralarini amal qilinadi. Tartibga solinmagan chorrahalarda imtiyoz belgilarini amal qilinadi yoki bo'lmasa teng ahamiyatli yo'llarda o'tish tartibini amal qilinadi, ya'ni teng huquqli yo'llarda. Demak, e'tibor qilamiz, bu yerda tartibga solinmagan chorrahaning o'zini ham ikki turga bo'lamiz. Ya'ni tartibga solinmagan chorrahaning o'zini teng ahamiyatga ega bo'lmagan chorrahalar, ya'ni tartibga solinmagan lekin teng ahamiyatga ega bo'lmagan. Ya'ni bu yerda teng ahamiyatli emas, bu yerda imtiyoz belgilarini bizlar amal qilib harakatlanamiz chorrahadagi. Keyingisi tartibga solinmagan chorraha, bu teng ahamiyatga ega bo'lgan yo'llar kesishgan chorraha. Ya'ni bu yerdagi o'tish tartibi haydovchilar o'ng qo'l qoidasini amal qilish kerak. Xo'p, bizlar tartibga solingan chorrahalarda haydovchilar tartibga soluvchining ishorasini amal qilish kerak. Bu yerda o'rnatilgan svetofor, imtiyoz belgilarini ham amal qilmaymiz. Agar svetofor ishoralari ishlab turgan bo'lsa, tartibga soluvchi bo'lmasa, biz svetofor ishoralarini amal qilamiz. Imtiyoz belgilarini amal qilamiz bu yerda. Xo'p, tartibga solinmagan chorrahada biz imtiyoz belgilarini amal qilib o'tamiz yoki bo'lmasa teng ahamiyatli chorrahalarda, ya'ni o'ng qo'l qoidasini amal qilib o'tishimiz kerak. Demak, tartibga solingan chorraha, bu yerda svetofor ishorasini ham, imtiyoz belgisini ham amal qilamiz. Ya'ni bu yerda tartibga soluvchiga amal qilamiz. Ya'ni bu yerda tartibga soluvchining bu ishorasida harakatlanish to'g'riga, o'ngga, oldi orqasini harakatlanish taqiqlangan. Keyin bu yerda endi svetofor ishlayapti bu yerda, ya'ni bu yer tartibga solingan chorraha. Endi e'tibor qiling, imtiyoz belgilarini crest tortib qo'yibdi. Ya'ni bu yerda amal qilamiz. Svetofor ishlab turgan bo'lsa, biz svetofor ishoralarini amal qilamiz. Lekin svetoforning yashil ishorasi yansa barcha yo'nalishga, shu jumladan chapga ham, qayrilib olishga, to'g'riga, o'ngga. Lekin bu yerda ro'paradagi transport vositasi bilan shu transport vositasi, shu yo'nalishdagi transport vositasi kesishadigan bo'lsa, ya'ni bu da ya'ni chapga burilayotgan transport vositasi ro'paradan harakatlanayotgan transport vositasining o'ngga yoki to'g'riga harakatlanishiga yo'l berish kerak. Bular ikkisi ham bu yerda svetofor ishorasini amal qilyapmiz. Imtiyoz belgilarini amal qilmaymiz. Keyin bu yerda tartibga soluvchiga amal qilamiz. Xo'p, svetofor hozir barcha yo'nalishga taqiqlab turibdi, lekin bu transport vositalarining harakatlanish mumkin barcha yo'nalishga. Ya'ni tartibga soluvchining bu ishorasida barcha yo'nalishga harakatlanish ochiq. Ya'ni lekin tramvayga faqat chapga bu ishorasida. Xo'p, keyingi endi svetoforning bu yerda miltillovchi sariq ishorasi doimiy yonib o'chib turibdi. Ya'ni sariq ishora doimiy ravishda miltillab. Bu degani tartibga solinmagan chorraha haqida axborot beradi bu. Endi haydovchilar o'z navbatida imtiyoz belgilarini amal qilish kerak. Ko'rgan bo'lsangizlar, yarim kecha tunda svetofor shart emas bu yerda tartibga solishi. Shuning uchun endi haydovchilar bu yerda imtiyoz belgilarini amal qilib o'taveradi. Ya'ni endi bu yer tartibga solinmagan chorraha haqida ogohlantirib turibdi. Xo'p, 14-bob, ya'ni chorrahalarda harakatlanadi. Chapga yoki o'ngga burilayotgan haydovchi shu yo'nalishning, ya'ni burilmoqchi o'ngga ya chapga buriladir-ku. Endi burilgandan keyin shu yo'nalish bo'ladi. Ya'ni shu yo'nalishning qatnov qismidan o'tayotgan piyodalarga yo'l berishi kerak. Velosipedchilarga ham xuddi shunday. Endi e'tibor qilamiz, qarang. Bu yerda biz chapga yoki o'ngga burilayotirmiz.
Agar bu yerdan piyoda o'tayotgan bo'lsa, bu piyodaning oldinda piyodalar joyi bo'lsin, bo'lmasin, biza yo'l berishimiz kerak. Chunki bu yerda e'tibor qiling, 96-bandda piyodalar joyidan o'tayotgan bo'lsa yo'l beramiz deyilmagan. Demak, yo'l berishimiz kerak. Chapgami, o'ngga burilayotirmizmi? Piyodalar o'tish joyi bo'lsin, bo'lmasin, piyodaga yo'l berishimiz kerak. Xo'p. Bu yerda velosipedchiga ham o'ngga burilsak yo'l berishimiz kerak. Agar tartibga solingan chorraha bo'lsin, tartibga solinmagan chorraha bo'lsa ham. Keyin. Xo'p, mana bu yerda yaxshi ko'rinib turibdi. Sariq avtomobil chapga burilayotir, lekin piyodalar joyi yo'q bu yerda. Mana shu harakatlangan piyodaga u yo'l berishga majbur u. Xo'p, ikkinchi rasmda o'ngga burilayotir. Xo'p, piyodalar joyi bor ekan. Xo'p, endi piyodalar joyi bo'lsa ham baribir yo'l berishimiz kerak. Piyodalar joyi bo'lsin, bo'lmasin yo'l berishimiz kerak. Xo'p, keyingi rasmga. Bu yerda bu avtomobil chapga burilayotir, piyodani o'tirish kerak. Bu avtomobil o'ngga burilayotir, baribir piyodani o'tirish kerak. Chunki qonunda qoida bor. Ya'ni 96-bandda haydovchi o'ngga yoki chapga burilayotirganda piyodani o'tkazib yuborish kerak. Xo'p, bu yerda bu avtomobil haydovchisi o'ngga burilayotir. Velosiped o'tib ketgandan keyin o'tirib berib, asan o'ngga burilish kerak. Ya'ni shu yerdan velosipedni shu yo'nalishda o'tishina imkon berish kerak avtomobil haydovchisi o'tgandan keyin o'ngga burilib bo'ladi. Keyingiz bu yerda yana aytib o'tgan piyodalarga va velosipedchilarga degan. Demak, velosiped yo'lkasidan o'tayotgan velosipedchiga ham bizlar o'ngga burilayotganimizda yo'l berishimiz kerak. Xuddi shu narsa chapga bo'lsin. Demak, bu yerda ham avtomobil velosiped yo'lkasi, ya'ni tasmasi, velosiped tasmasi. Bu velosiped yo'lkasi, bu tasmasi. Farq shu o'rinda. Ikkita belgi, ikkita ma'noga ega. Demak, bu avtomobil yana velosipedchini ham o'tirib berib, so'ng o'ngga burilishi kerak. Keyingisi 97-band. Haydovchi tirbandlik tufayli majburiy to'xtab qoladigan bo'lsa, tirbandlik tufayli majburiy to'xtab, ko'ndalang yo'nalishdagi transport vositalarining harakatlanishiga to'sqinlik tug'diradigan bo'lsa, chorrahaga kirishi. Xo'p, agar to'xtash chizig'idan yoki 5:33 belgisidan stop liniya, ya'ni chiziqdan yoki svetoforning ruxsat etuvchi ishorasida biz chiziqdan kirib qolgan bo'lsak ham, o'tib bo'lgan haydovchiga esa qatnov qismi kesishmasiga kirish taqiqlanadi. Xo'p, bu yerda misol uchun ko'k avtomobil haydovchisi svetofor yashil ishora yonib turibdi. U harakatlanib, men svetofor yashil, men harakatlanishim kerak deb harakatlansa, demak mana bu ko'k avtomobil haydovchisi yashil ishorasi yonib turibdi deb harakatlanib, baribir to'g'ri harakatlanayotir bu. Harakatlansa, mana shu joyda qoladi bu. Demak, bu ko'ndalang yo'nalish deb mana bu yo'nalishda aytayotir. Ya'ni bu yerda mana bu avtomobillarni aytayotir. Shu yo'nalishdagi transport vositalarini bu o'tib qolsa xalaqit beradi. Chunki bu tirbandlik qachon bo'shashini u bilmaydi. Shuning uchun chorrahaga kirish taqiqlanadi. Xo'p, keyingisida mana shu ko'k avtomobilning kirgan, bu noto'g'ri holat, ya'ni u chorrahaga kirmasligi kerak, chunki bu ko'ndalang yo'nalishni to'sib qo'ygan. Xo'p, keyingisi. Bu transport vositalarining ham chorrahaga kirish taqiqlangan, chunki bular teng ahamiyatli yo'lda o'ng qo'l qoidasi bo'yicha o'ng tomondan yaqinlashgan transport vositalariga yo'l berib turibdi. Ham ular kirgan bilan tirbandlik bu transport vositalarining harakat yo'nalishini to'sib qo'yadi. Shuning uchun bularga harakatlanishni mumkin emas. Lekin harakatlanish mumkin boshqa yo'nalishlarga, chapga, o'ngga yoki qayerga boshqa mumkin, lekin to'g'riga harakatlanish mumkin emas. Xo'p, bunday holatda hali svetofor yashil ishorasi yonib turibdi. Bu agar yashil ishorada harakatlanib kirgandan keyin bu yerda qolishga majbur qilinsa, demak bu transport vositasi kirmasligi kerak, ya'ni shu o'tmasligi kerak. Buni o'tgan taqdirda ham shu yerda qolyapti. Mo'sh sariq avtomobil to'g'riga o'tishi mumkin. Demak, yashil ishora ko'p o'tmay qizil ishoraga aylanishi mumkin bu. Demak, sariq avtomobilga yashil ishora yonadi. Demak, bu ko'ndalang yo'nalishni kirgan vaqtida qizil avtomobil to'sib qo'yadir. Shuning uchun bu yerga kirishi, agar chiziqni kesib o'tgan bo'lsa ham harakatni yana davom ettirmasligi kerak. Shuni aytayotir bu yerda.